Assalomu alaykum. Xudo xolasa hamma kutayotgan videoni boshlashimizdan oldin videoga bitta like bosib, tanish bilishlarga uzatib qo'yamiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Buni agregatimiz ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi bu. Kecha ishlatdik. Bu xudo xolasa uzumni ko'madigan traktorda turishi. Buni bir balonni qo'yamiz. Bu mana uzumni bu yog'idan bir o'tadi, nari yog'idan bir o'tadi. Uzum ko'madi. Tepadagi stoyka nimaga deb ko'pchilik savol berishi aniq, tabiiy hol. Tepadagi stoykani o'rnini almashtiriladi pastdagi bilan. Bu ochadigan bo'ladi. Ili dori beradigan bo'ladi. Yosh nihollarning tagiga uzumni ham shu jumladan mana bu joylarini o'zgartirdik buni kecha. Biz borini boricha qo'yib boramiz. Mana 45 sm o'zgartirdik. Bu zaga yangilik bo'lgani uchun albatta qolgan joyi zo'r. Buni haydagan videolarini ochiq dalada haydab ko'rdik. Endi uzum ko'mayotgan videolarni ham qo'yamiz.